Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Sizlar bilan bugun ekub va ekuk mavzusida doskaga yozilgan 20 ta misol birgalikda ko'rib chiqamiz. Qani boshladik. Birinchi savolda aytyapti. Sonlarni to'pga ko'paytiruvchilarga ajrating debdi. Xo'p, 48. Ustun shaklda ajratsam ham bo'ladi. 48 ustun shaklda ajrataylik. 2 ga bo'laman. 2 bo'lsa 24 chiqadi. 2 ga bo'laman 12 bo'ladi. 2 ga bo'laman 6, 2 ga bo'laman 3, 3 ga bo'laman 1. Xo'p, 48 teng ekan nimaga endi? 2 dan nechta qatnashdi? 1, 2, 3, 4 ta. 2 ning 4-darajasi ko'paytirilgan. 3 dan nechta bor ekan? Bitta. 3 yoki 3 ning birinchisi bo'ladi. Shu birinchi daraja yozilmaydi aslida. Lekin biz tushunishligimiz kerak 3 ning birinchi darajasi ekanligini. Xo'p, f ni ko'ramiz. 144. Tub ko'paytirish ajratishligimiz kerak. 2 ga bo'laman necha bo'ladi? 72. 2 ga bo'laman 36. 2 ga bo'laman 18. 2 ga bo'laman 9. 3 ga bo'laman 3. 3 ga bo'laman 1 ekan. Demak 144 teng ekan. Nimaga bo'ldi? 1, 2, 3, 4. 2 ning 4-darajasi ko'paytirilgan 3 ning 2-darajasi. Xo'p, keyingisi kasiga o'tdik. 1001. Mana shu sonni yodlab olaylik. 1001 ko'p keladi misollarda. 3 ta sonning ko'paytmasiga teng. Qaysi sonlar? 7, 11 hamda 13. Tub ko'paytirish ajratmasi esa xuddi shunday yoziladi. 7 ga bo'linadi, 11 ga bo'linadi va 13 ga bo'linadi. Keyingi misollarga o'tdik. 48 ning barcha natural bo'luvchilarini yozing debdi. 48 ning natural bo'luvchilari. Eng kichigi 1 dan boshlaymiz. 2 ga ham bo'linadi, 3 ga bo'linadi, 4 ga bo'linadi, 5 ga bo'linmaydi, 6 ga bo'linadi. Hop, 7 ga bo'linadimi? Yo'q, 8 ga bo'linadi. 6 kere 8 bo'ladi. 6 kere 8 48. O'rtasiga kelib, men teskarisiga ketaman. 48 ni 4 ga bo'laman. 12 bo'ladi. 48 ni 3 ga bo'laman. Hop, 16 bo'ladi. 48 ni 2 ga bo'laman. 24 bo'ladi. 48 ni 1 ga bo'laman. 48 bo'ladi. Shu tariqa men barcha bo'luvchilarni yozgan bo'laman. Barcha natural bo'luvchilar. 5-misolga keldik. 72 va 96 sonlarining umumiy natural bo'luvchilarini yozing debdi. Umumiy natural bo'luvchilari. Nima degani? Xo'p, men ishlash usulini birdaniga o'rgatib ketaman. Ikkita sonning umumiy natural bo'luvchilari shu ikkala sonimning e-kubining natural bo'luvchilari bilan bir xil bo'ladi. Dastlab e-kub topay. 96 va 72 ga. E-kub 96 72 ga. E-kub topishning qulay usulini o'rgatganman. 96 dan 72 ni ayray. Necha chiqadi? Xo'p, 24. 24 chiqdi. 24 72 24 ko'paytirilgan 3 degani. Demak, e-kub 24 ekan. Ya'ni bittasi 24 ga bo'linsa bo'ldi. E-kub mana shu 24 ning o'zi bo'ladi, ya'ni ayirmasi. Xo'p, e-kub 24 bo'ldi. Endi 24 ning natural bo'luvchilarini yozamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ga bo'linadi. Xo'p, 7, 8 ga ham bo'linadi. 6 kere 4 24 edi. 3 ga bo'lsam 8, 2 ga bo'lsam 12, 1 ga bo'lsam 24 bo'ladi deb yozaman. Xohlasak 72 ni natural bo'luvchilarni alohida yozaman. Keyin 96 ni alohida yozaman. Keyin ikkalasi umumiylarni ajratib olaman. Mana shu natijalar chiqadi. Mustaqil bajarib ko'raylik ikkinchi usulimda. 6-savol. Sonlarning eng katta umumiy bo'luvchisi e-kubini toping deyapti. E-kubi. Xo'p. Hozir o'rgatgan usulimdan foydalanib yechaylik. 48 va 60 ayiraman. 60 ayrilgan 48 necha? 12 bo'ladi. 12 4 kere hop 12 48 degani. Demak, e-kubi 12 ga teng ekan deb javob beraman. 72 va 300. Endi tub ko'paytirishga ajratib ikkinchi usuldan topib ko'raylik. 72 ni 2 ga bo'laman. 36. 2 ga bo'laman. 18. 2 ga bo'laman. 9. 3 ga bo'laman. 3. 3 ga bo'laman 1. 72 teng bo'ldi nimaga? 2 dan hop 3 ta bor ekan. 2 ning kubi ko'paytirilgan 3 dan 2 ta bor ekan. 3 ning kvadrati. Endi 300 ni ham tub ko'paytirishga ajrataylik. 300 ni yozaman. 2 ga bo'laman 150. 2 ga bo'laman 75. 3 ga bo'laman 25. 5 ga bo'laman 5. 5 ga bo'laman 1. Demak 300 teng ekan deb yozaman. Nimaga teng bo'ldi? 2 dan 2 ta, 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 3 dan bitta. 3 ning birinchi darajasi ko'paytirilgan 5 ning kvadrat ekan. Endi e-kub topishlikda
tub ko'paytuvchiga ajratilgan holatda ikkalasida qatnashgan tub ko'paytuvchilarning kichkina darajasi olinar edi. Shuning uchun 2 ning kubi qatnashadi, 2 ning kvadrati qatnashadi. E kubda hop, nima deylik? Shunga topyapmiz. E kubda nimani olaman? 2 ning kvadratini olaman. 2 ning kvadrati ko'paytiraman. Keyin necha? 3 ning ikkinchisi 3 ning birinchisi qatnashadi. Demak, 3 ning birinchisini olaman ekan. Bu nimaga teng bo'ladi? 5 ning kvadrati bittasi bor, bittasi yo'q. Shuning uchun olmayman. 2 ning kvadrati 4, 4 kare 3 teng 12 deb javob beraman. Xo'p, qaysiga topayotgan edik? Adashib ketdim. Bunga emas, 72 va 300 ga e kubi topayotgan edik. Bu 72 va 300 ga e kubim 12 bo'ladi ekan. Javob 12. Men bu bas bilan adashtirib qo'ydim. Mana qilib qo'yay. Mana 72 va 300 ning e kubi 12 bo'ldi. Keyingisiga o'tdik. Kas 12, 24 hamda 36 sonlariga e kub toping deyapti. E kubi. Xo'p, e'tibor beraman. 24 12 ga bo'linadi. 36 12 ga bo'linadi. Demak, e kub 12 ning o'zi bo'ladi. Agar katta son kichkinasiga bo'linsa, kichkina son doim e kub bo'ladi. Uchalasi ham bo'linayotganligi uchun e kubga 12 deb olaman. Agar bo'linmaganda tub ko'paytuvchiga ajratib, uchalasida qatnashgan eng kichik darajalarni olib ko'paytirib chiqar edim. Mana bu hozir ishlaganimdek. 10-misolga o'tdik. Diloramda 63 ta atirgul va 105 ta chinnigul bor. Bu gullardan foydalanib bir xil gullosalar yasash kerak ekan. Demak, 63 ta atirgul, 105 ta chinnigul bor ekan. U bir xil gullosa yasashlik kerak ekan. Masalan, 2 ta atirgul, 3 ta chinnigul yoki 3 ta atirgul, 4 ta chinnigul bir xil olish kerak hammasiga. Diloram barcha gullardan foydalanib ko'pi bilan nechta gullosa yasash mumkin deyapti, ko'pi bilan. Xo'p, biz e kubini topib ko'raylik. 63 hamda 105 sonlarning e kubi. Xo'p, 63 nima degani? Tub ko'paytuvchiga ajrashning yana bitta usulini o'rganib ketamiz. 7 ko'paytirilgan 9 deganimi? Demak, bu 7 ning birinchi darajasi, 9 nima degani? 3 ning kvadrati degani. Tub ko'paytuvchiga ajratdim men 63 ni. 105 ni tub ko'paytuvchiga ajratib ko'raylik. 105 ni 5 ga bo'laman. 21 ko'paytirilgan 5 bo'ladi. Endi 21 ni 3 ko'paytirilgan 7 deb yozsam bo'ladi. 3 ko'paytirilgan 7 ko'paytirilgan 5. 105 ni ham tub ko'paytuvchiga ajratdim. Endi ikkalasiga e kub topaman. E kub nechaga? 63 hamda 105 ga. Nimaga teng bo'ladi? Ikkalasida qatnashgan sonlarning kichkina darajasi. 3 qatnashyapti, 7 qatnashadi kichkina darajalar. 3 ko'paytirilgan 7. 21 ekan e kubi. Xo'p, e kubini topdim. Endi 21 ta javob beraman. Eng ko'pi bilan nechta gullosa yasash mumkin desa 21 ta. Xo'p, har bir gullosada nechta atirgul, nechta chinnigul bo'ladi deb savol qo'ysa, 63 ni 21 ga bo'laman. 63 ni 21 ga bo'lsam 3 ta bo'ladimi? Xo'p, 3 ta atirgul. 105 ni 21 ga bo'lsam 5 ta chinnigul bo'ladi ekan har bitta gullosada. Keyingi misolga o'tdik. 12. 5 ga karali bo'lgan dastlabki 6 ta sonni yozing deyapti. 5 ga karali bo'lgan dastlabki 6 ta son. Xo'p, 5 kara 1 5, keyingisi 10, 5 kara 2, 5 kara 3 15, 5 kara 4 5 kara 4 20, 5 kara 5 25, 5 kara 6 30. Shularni yozing degan edi bizga. Keyingisi, xo'p, sonlarning eng kichik umumiy karralisi e kukini toping deb savol qo'yapti. E kuk topishligimiz kerak endi. 150 hamda 30 sonlarga. 150 ni 30 ga bo'lsam bo'ladi. Narigi misolda ko'rgan edik, agar bo'linsa kichkinasi e kub bo'ladi dedim. Xuddi shunday kattasi e kuk bo'ladi endi. Kattasi e kuk bo'ladi. Katta sonning kichkinasiga bo'linsa. Demak, e kuk 150 ga teng ekan. Dasini ko'raylik, 48 va 72 ga. Tub ko'paytuvchiga ajratib hisoblayman. 48 ni tub ko'paytuvchiga ajrataylik, 72 ni tub ko'paytuvchiga ajratamiz. 48 2 ga bo'linadi 24, 2 ga bo'linadi 12, 2 ga bo'linadi 6, 2 ga bo'linadi 3, 3 ga bo'linadi 1. Xo'p, 72 2 ga bo'linadi 36, 2 ga bo'linadi 18, 2 ga bo'linadi 9, 3 ga bo'linadi 3, 3 ga bo'linadi 1. Endi aytaman men 48 teng
2 dan nechta qatnashdi? 4 ta. 2 ning 4-chisi ko'paytirilgan 3 da xo'p 3 dan nechta qatnashdi? Bitta. 3 ning 1-chisi 72 teng deyman. 2 dan nechta qatnashdi? 3 ta. 2 ning kubi ko'paytirilgan 3 dan nechta qatnashdi? 2 ta. 3 ning kvadrati. Tub ko'paytirish ajratim ekuk topishda ikkalasida qatnashgan sonlarning katta darajasi olinadi. Ikkalasida qatnashgan sonlarning kattasi 2 ning 4-chisi bo'ldi. Xo'p, qanchaga topyapmiz biz? 48 ga 72 ga teng 2 ning 4-chisi ko'paytirilgan 3 ning kvadrati qatnashyapti. 3 ning kvadrati. Bu nima degani? 2 ning 4-chisi 16, 16 ni 9 ga ko'paytiraman ekan. 16 ko'paytirilgan 9. Xo'p, 10 ni 9 ga ko'paytirsam 90, 6 kere 9 54. Natija 144 bo'lib qoldi. Ikkalasiga ekuk 144 ekan. Keyingi misolni ko'ramiz. L misol 22, 33 hamda 50 sonlariga ekuk toping degan. Yana avvalgisini qilaman. Tub ko'paytirish ajrataman. 22. Xo'p, to'g'ridan to'g'ri ajratib ketadi. 22 nimaga teng? 2 ko'paytirilgan 11 degani. 11. Keyingisi 33 nima degani? 33 teng. Xo'p, 3 ko'paytirilgan 11 bo'ladi. 55 bu 5 ko'paytirilgan 11 bo'ladi. Endi uchalasida qatnashganlarning kichkina darajasi, keyin qatnashmaganlar ham olinadi. Uchalasi qaysi son qatnashyapti? 11 qatnashyapti. 11 ni olaman ekukda. Ekuk topyapman. Xo'p, keyin 2, 3, 5 bittadan qatnashadi. Ya'ni har birida qatnashadi. Bularni ham olaman. 2 ga ko'paytiraman, 3 ga ko'paytiraman, keyin 5 ga ko'paytiraman ekan. Natija 2 kere 5 10. Xo'p, 11 ni 3 ga ko'paytirsam 33, 33 ni 10 ga ko'paytirsam 330 bo'ladi ekan. Ya'ni ekuk 22, 33 hamda 55 ga 330 ga teng bo'ldi. Keyingi misolga o'tdik. 19. Aylanish shaklidagi yugurish yo'lakchasini Shirin har 12 daqiqada, Shohrux esa har 8 daqiqada bir marta aylanib chiqadi. Yo'lakchani Shirin 12 daqiqada aylanib chiqadi ekan. Bu yergacha Shohrux esa har 8 minutda aylanib chiqadi ekan. Shohrux tezroq yuguryapti. Ular bir vaqtda yugurishni boshlasalar, bir vaqtda ikkalasi ham yugurib ketsa, necha daqiqa o'tgach ular birga yana boshlang'ich nuqtada bo'ladilar. Ya'ni ikkalasi yana shu joyda uchrashadi deb savol qo'yapti. Qanday ishlaymiz? Ekuk topishlik kerak bu masalada ham. 12 va 8 ga ekuk. Ekuk k deylik. Oson usulni o'rganamiz. Ekuk topishlik uchun dastlab ekubini topaman bu ikkalasiga. 12 dan 8 ni ayiraman. Ekub necha bo'ldi? Teng 4 bo'ldi. 4 ikkalasiga ham bo'linadi. Endi ekuk topishlikda 12 ni 8 ga ko'paytiraman, bo'lib qo'yaman 4 ga. Qisqartirsam 2, 12 ni 2 ga ko'paytirsam 24. 24 ekuk bo'ldi. Ya'ni 24 minutda ikkalasi ham boshlang'ich start nuqtasiga keladi. Shirin 2 marta aylanib chiqadi. 24 minutda Shohrux 3 marta aylanib chiqadi to'liq. Keyin boshlang'ich nuqtada uchrashadi. 22-misolga keldik. Agar ikki son 15a, 25a ko'rinishi berilgan bo'lsa, ularning ekukini toping deyapti. 15a nimaga teng bo'ladi? Yoyib ko'raylik. 3 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan a ga. 25a nimaga teng bo'ladi? 5 ning kvadrati ko'paytirilgan a ga. Ekuk topishlikda nima olamiz deganmiz? Ikkalasi qatnashgan katta darajasi, keyin bittasi qatnashgan son ham olinar edi. Ekuk teng deyman endi. Shu ikkala sonimga ikkalasi qatnashgan sonning katta darajasi 5 ning kvadrati bo'lib, keyin a ikkalasi ham qatnashyapti. 3 faqat bittasi qatnashyapti. Shuning uchun 3 ni ham olaman. 3 ko'paytirilgan 5 ning kvadrati ko'paytirilgan a deyman. Natija 5 ning kvadrati 25. 3 ga ko'paytirsam 75 ta a bo'ladi ekan. Ekuk. 25-misolni ko'ramiz. Qanday eng kichik natural sonni 3 ga, 5 ga va 9 ga bo'lganda qoliq 2 ga teng bo'ladi deb savol qo'ygan. Qanday ishlaymiz? Hop, uchala songa ekuk topaman-da, keyin 2 ni qo'shib qo'yaman desak, adashamiz. Chunki 2 ning o'zini 3 ga bo'lsam 2 qoliq qoladi. 2 ning o'zini 5 ga bo'lsam 2 qoliq qoladi. 2 ning o'zini 9 ga bo'lsam 2 qoliq qoladi. Ya'ni 2 bo'lingan 3 deganim hop 0 butun bo'ladi hamda 2 qoldiq. Shuning uchun javobim shunchaki 2 bo'ladi. Agar menga 2 xonali son deganda yoki qanday? Xo'p. 2 xonali son yoki 9 dan kattaroq son deganda men 2 ni ola olmasdim-da. O'sha dastlab uchala songa ekuk topaman, 2 ni qo'shib qo'yar edim.
Lekin bu savolning javobi faqatgina 2. Ya'ni 2 ni shu uchala songa bo'lganlik holi qoladi. 28. Quyidagi ifodalarni E kub va E kubni toping deb savol qo'ygan. Bizga tub ko'paytirishga ajratilgan holatda berilgan ishimizni osonlashtirib qo'ygan. E kubni topaylik A va B ga. Ikkalasida qatnashgan sonlarning kichkina darajasini olar edim. Shuning uchun 2 ning o'zi olinadi. Birinchisi 3 ning birinchisi, keyin faqat shu qatnashyapti ekan ikkalasi ham. Demak, E kub 6 ga teng ekan. E kub topaylik endi. Aslida E kub A va B sonlarini topyapman. Nimaga teng bo'ladi? Ikkalasida qatnashgan sonlarning katta darajasini olaman endi. Katta darajasi 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 3 ning kvadrati hamda 5. Bu E kub bo'ladi. Hisoblasam 2 ning kvadrati 4, 4 kere 5 20, 3 ning kvadrati 9, 9 ni 20 ga ko'paytirsam 180 bo'ladi ekan. 28 ni ko'rdik. Xo'p, 29. Endi mana shu narsa harflarda berilyapti. Qanday topamiz? E kubni B deb yozib ketyapman qisqacha. A va B sonlarining E kubi teng. Ikkalasida qatnashgan sonning kichkina darajasini olar edim. Demak, x ning kvadratni kichkina daraja, y ning 5-inchisi kichkina bo'lyapti. Y ning 5-inchisi. Z bilan T faqat bittadan qatnashyapti. Shuning uchun olmayman. E kub topadigan bo'lsam A va B sonlarimga nima bo'ladi? Xo'p, ikkalasida qatnashgan katta darajasi x ning kubi ko'paytirilgan y ning 6-inchisi ko'paytirilgan. Xo'p, z ning 6-inchisi ko'paytirilgan t ning kvadrati. Ikkalasida qatnashganning katta darajasi hamda bittadan qatnashsa ham ular ham E kubga olinadi. 30 hisoblang debdi. E kub, ya'ni 18 va 24 ga E kubni topaman ekan. 18 va 24 ga E kub topib qo'shib qo'yaman ekan. Qulay usulda topib ko'ray. 24 ni 18 dan ayirsam 6 bo'ladi. Ikkalasiga ham bo'linadi. Demak 6 E kub ekan. Endi 18 ko'paytirilgan 24 deyman, bo'laman 6 ga. Shunda E kub kelib chiqadi menda. Qisqartirsam 3 bo'ladi. Xo'p, 3 kere 24 60 plus 12 72 bo'ladi ekan. E kub nechaga teng bo'ladi ekan? 72 ga teng bo'ladi. Qo'shsam ikkalasini 78 degan natijani olaman. Qolganlarda ham alohida E kubni topamizda, bunda ayiramiz, bunda ko'paytiramiz. Bunda ko'paytirib, keyin bu sonlar bilan qisqartirib qo'yamiz ekan. Keyingi misol 34. X ko'paytirilgan y 324 va E kubi x y 12 bo'lsa E kubni toping debdi. Biz qoidada o'rgangan edik. A ko'paytirilgan B sonining, ya'ni x y sonining ko'paytmasi ularning E kubi hamda E kubning ko'paytmasiga teng edi. Ya'ni x ni y ga ko'paytirsam nimaga teng? E kub x y hamda ko'paytirilgan E kub x y ga teng edi. Shuning uchun x y nechaga teng bo'ldi? 324 ga. Bu teng E kubi nechaga teng bo'ldi? 12 ga. Ko'paytirilgan E kub deymiz. E kub x y. Xo'p. E kubni topishlik uchun nima qilaman? 12 ikkinchi tarafga bo'lish bo'lib o'tadi. Ya'ni E kub k deb yozaman, ya'ni shuni qisqaroq x hamda y ga nimaga teng ekan? 324 bo'lingan 12. Xo'p, bo'lsak nechini olamiz? 32 ni ichida 2 ta ko'raman 24 ayirsam, xo'p 60 84 bo'ladi ekan. 2 ta 84 ni ichida keyin xo'p 5 6 7 ta bo'ladi. 7 ta 27 natijani olaman ekan. Ya'ni E kubga 27 ga teng deb javob beraman. Shu bilan ustoz bilan ishlash uchun topshiriqlar tugadi. Keyingi safar mustaqil ishlash uchun topshiriqlarni birgalikda ko'rib chiqamiz.